Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz 2026 yilgi Chevrolet Labo haqida qisqacha va aniq sharh beramiz. Bu model O'zbekistonda kichik biznes egalari orasida juda mashhur bo'lib, asosan yuk tashish va yetkazib berish uchun mo'ljallangan. Labo ilk bor 2000 yillar boshida ishlab chiqarila boshlagan va shundan beri ishonchliligi bilan bozorda o'z o'rnini saqlab kelmoqda. Tashqi ko'rinishi oddiy va amaliy. Dizaynda ortiqcha hasham yo'q, lekin har bir detal ish uchun qulaylikka qaratilgan. Ichki salon ham sodda, mexanik boshqaruv, qulay o'rindiqlar va minimal elektronika. Bu esa xizmat ko'rsatishni arzon va oson qiladi. Texnik jihatdan Labo butun 8 litrli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, taxminan 38 ot kuchi ishlab chiqaradi. 5 pogonali mexanik uzatma qutisi mavjud. Maksimal tezligi 100 km/soat atrofida, yoqilgi sarfi esa 100 kimga o'rtacha 7-8 litrni tashkil qiladi. 500 dan ortiq yuk ko'tara olishi uni shahar ichidagi biznes uchun juda qulay variantga aylantiradi. Bozordagi o'xshash modellarga, masalan Chevrolet Damas bilan solishtirganda, Labo yuk tashish uchun yanada moslashtirilgan ochiq variantiga ega.